Assalomu alaykum. Andijon davlat tibbiyot instituti davolash fakulteti 3-bosqich talabasi Mirza Karimova Muxtasar. Bugungi mavzuyimiz arterial gipertenziya bo'lib, shu mavzu bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ya'ni arterial gipertenziya bu arterial bosimni normal qiymatlardan yuqoriligi bilan kechuvchi surunkali holat bo'lib, yurak qon tomir kasalliklarining asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Arterial gipertenziya sistolik bosim 140 mm sinop ustuni va diastolik bosim 90 mm sinop ustuni bo'lgan holat hisoblanadi. Bu holat, ya'ni bu kasallik yurak, buyrak, miya va ko'zlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Arterial gipertenziyani bir nechta guruhlarga bo'linamiz. Ya'ni birlamchi, ya'ni ikkilamchiga bo'lamiz. Birlamchi essensial bosqich bo'lib, gipertenziya aniq sababi yo'q bo'ladi. Ikkinchi, ya'ni ikkilamchi gipertenziyada buyrak kasalliklari, endokrin buzilishlar, dori vositalariga bog'liq bo'lgan kasalliklarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni epidemiologiyasiga keladigan bo'lsak, dunyo bo'yicha kattalarning 40-30%da arterial gipertenziya mavjud. Yoshi katta odamlar semizlik, stress, noto'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq holatlarda ko'proq uchraydi. Biologik omillari genetik moyillik, tuzli ovqatlarni ko'p iste'mol qilish, stressga boy bo'lgan vaqtlar, jismoniy faollikning yetishmovchiligi, gormonal buzilishlar buyrak kasalliklarida ko'proq uchrashi mumkin. Klinik belgilari arterial gipertenziya ko'p hollarda yashirin kechadi. Belgilari esa bosh og'rishi, ko'rishning pasayishi, quloq shang'illashi, yurak urishining kuchayishi, holsizlik, bosh aylanishi bo'ladi. Diagnoz qo'yish usullari arterial bosimni qayta o'lchash, Holter monitoringi, qon va siydik tahlillari, echo, EKG, buyrak ultratovushi amalga oshiriladi. Gipertenziyaning stadiyalari 3 ga bo'linadi. Ya'ni birinchi stadiya, ikkinchi stadiya, uchinchi stadiya. Birinchi stadiyada bosim 159 ga 99 sinop ustuniga to'g'ri keladi. Ikkinchi stadiyamiz bosim 179 sinop ustuniga 109 sinop ustuni, ya'ni ko'z, buyrak kasalliklari miyaga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi stadiyada esa bosim 180-110 mm sinop ustuni, yurak yetishmovchiligi, insult xavflari oshadi. Asoratlariga keladigan bo'lsak, miya insulti, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi, ko'rish qobiliyatini yo'qolishi mumkin. Davolash prinsiplari maqsadi arterial bosimni normallashtirish, asoratlarni oldini olish, birinchi qadam, ya'ni hayot tarzini o'zgartirish, kerak bo'lsa dori vositalari bilan amalga oshirish chora-tadbirlarni ko'rish lozim bo'ladi. Davolashda individual yondashuv, ya'ni har bir bemorning yoshi, boshqa kasalliklari, xavf darajasi hisobga olinib, kombinatsiyalangan dori-darmonlar samaraliroq bo'ladi. Profilaktika chora-tadbirlari sog'lom turmush tarzini amalga oshirish, tuzni cheklash, stressdan saqlanish, doimiy tibbiy nazorat, sport bilan ko'proq shug'ullanish tavsiya etiladi. Xulosa: arterial gipertenziya jiddiy kasallik bo'lib, erta aniqlanishi va to'g'ri davolanishi asoratlarni kamaytiradi. Har bir inson qon bosimini doimiy nazoratda saqlashi lozim.